Assalomu alaykum. Bugungi o'tadigan mavzumiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantiruvchi ta'lim vositalaridan foydalanish. Bu mavzuni tushuntirishimizdan oldin biz vosita so'ziga to'xtalmoqimiz zarur. Vosita bu o'quv predmetli jarayonini qo'llab-quvvatlashdir. Misol uchun, o'qituvchining jonli nutqi, sinf jihozlari, o'quv qo'llanmalari misol bo'ladi. Bularning hammasi vositadir. Ta'lim vositalari o'quv jarayonini tashkil qilishda zarur bo'ladigan vositalar to'plamidir. Ta'lim vositalarini biz 3 turga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi texnik vositalar, ikkinchisi didaktik vositalar, uchinchisi pedagogik dasturiy vositalardir. Birinchisi didaktik vositalar bu o'qituvchi qo'li tomonidan yaratilgan vositalardir. Misol uchun tarqatma materiallar, buketlar kiradi. Metodlarimiz uchun zarur bo'ladigan kartoshkalar, hammasi bu didaktik vositalarga misol bo'ladi. Ikkinchisi texnik vositalar. Texnik vositalar ovozni kuchaytirib beruvchi vositalar to'plamiga aytiladi. Uni ham biz 2 turga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi multimedik, ikkinchisi kommunikatsiya vositalaridir. Birinchisi multimedik vositalar bu ovozni yanada kuchaytirib berish uchun zarur bo'ladi. Masalan, kolonkalar, mikrofon, diktofonlardir. Ikkinchisi kommunikatsiya vositalari bu axborotlarni o'zida to'plab keyingisiga yetkazib berishi uchun zarur bo'lgan noto'g'ri aytib ketib qoldim.